Assalomu alaykum, Apparat Forum Sardoba kanali obunachilari. Mana xudo xolasa sovuq kunlarda bo'lsa ham mana shu Duayno'mizdagi apparatimizga harakat qildik. Inshaalloh bugun bitdi. Mana to'liq bitgan holatda ham xudo xolasa video obzor qo'yamiz dedik. Inshaalloh qo'yamiz. Bo'yi gavdasini so'ragan obunachilarimiz uchun srednisi baland ketadi deyishdi. Mana bo'yim 1.80 atrofida. Xudo xolasa apparaturamizni bo'yi ham juda ham normal chiqdi. Inshaalloh ko'rib o'zingizga baho beraverasizlar. Endi shunday sovuq kunda qilingan mehnatni inshaalloh chiroyli layklar bilan, kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlasizlar degan umiddamiz. Buni ham yig'ilish jarayonida aytdik. O'sha 8 ta sardinaligimizdan qo'yildi nizlariga 18 duyum, 15 duyumlari ham xuddi shunaqangi, 12 lari ham. Bunga o'rta palatsasiga tuxum, yuqori qismiga 750 talik driverdan qo'ydik. Inshaalloh bu apparaturamizni hozircha vespa materialdan yig'dik, drapli holatda. Ko'rinishi yoqqan bo'lsa, bittalar bosib qo'yasizlar. Xo'p, buni narxini so'ragan obunachilarimiz uchun inshaalloh hozir mana shu 8 ta kolonkasini o'zini $2900 deb belgiladik narxini. Korpusini o'zini so'ragan obunachilarimizga bo'ladigan bo'lsa $750 ga 8 tasini yasab beramiz. Bunga yana albatta 4 kanalli suyutordan 2 ta qo'yiladi. O'sha komplektni holatiga 4000 atrofiga boradi kontroller nimalari bilan. Inshaalloh 4000 atrofida buni to'liq 100% holatda bitkazib ketsangiz ham bo'ladi. Agar yo o'zimizda suyutor portlarimiz bor degan obunachilarimiz uchun kolonkasini o'zini ham xarid qilib olishingiz mumkin. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.